Namanganda odam savdosi bilan shug'ullanib kelgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'aldi. Bu haqda Daryoga viloyat IIB matbuot xizmati ma'lum qildi. Pop tumani Istiqbol Mifida yashovchi 1970-yilda tug'ilgan Jamila Norboyeva mahalladoshi bo'lgan ikki ayolni Rossiyaning Klin shahrida oshpazlik bilan shug'ullanishlarini aytib, aldab olib ketadi. U yerda pasportlarini olib qo'yib, 1 yil davomida fohishalik bilan shug'ullanishlariga majbur qiladi. Hozirda Jamila Norboyevaga nisbatan Pop tuman IIB tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Alkonia kompaniyasi Rossiyada yurgan yurtdoshlarimizga arzon va qulay, ishonchli avtobus va mikroavtobuslar xizmatini taklif qiladi. Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentga tez va arzon narxlarda avtobus hamda sprinterlar xizmatidan foydalanishni taklif etadi. Namangan tumani Xonobod Mifida istiqomat qiluvchi 1977-yilda tug'ilgan Rahimjon Abdumalikov Qoratepa mahallasida yashovchi N. Nuriddinov, A. Dehqonov, Z. Oripov, N. Qo'chqorovlarni qurilish ishlari borligini aytib, har oyga $400-500 ish haqi va'da qilib, Qozog'istonning Qarag'anda shahriga olib borgan. So'ng pasportlarni yig'ib olib, Talg'at ismli shaxsga topshirib yuborgan. Ray Abdumalikov hamyurtlarini 3 oy davomida og'ir mehnat sharoitida majburiy ishlatib, ish haqlari va pasportlarini bermaganligi aniqlandi. Unga nisbatan Namangan tuman IIB tomonidan JKning tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro byurosi Farg'ona viloyati boshqarmasi tomonidan 15173 xonadon va tashkilot elektr va gaz tarmog'idan uzildi. Bu haqda O'zA xabar bermoqda. Aniqlashicha, viloyatda joriy yil 1-iyun holatiga viloyat bo'yicha elektr energiyasidan 290 milliard so'mdan, tabiiy gaz bo'yicha 73 milliard so'mdan ortiq qarzdorlik vujudga kelgan va uning muntazam oshib borishiga yo'l qo'yilgan. Majburiy ijro byurosining viloyat boshqarmasi, tuman, shahar bo'limlari tomonidan bu qarzdorliklarni bartaraf etish choralari ko'rilib, qisqa vaqtda elektr energiyasi bo'yicha 70 milliard so'm, tabiiy gaz bo'yicha 24 milliard so'm undirildi. Elektr energiyasi va tabiiy gazdan 211 milliard so'mdan qarzdorligi bo'lgan 218.363 iste'molchining manziliga talabnomalar yuborildi. 15173 xonadon va tashkilot tarmoqdan uzildi. Elektr energiyasi va tabiiy gazdan qarzdorligi yuqori bo'lgan ulgurji iste'molchilarning bank hisob raqamlariga to'lov talabnomalari qo'yildi. Majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasi va uning bo'limlari tomonidan 127 elektr energiyasi va tabiiy gazni iste'mol qilish borasida hamon huquqbuzarliklar aniqlandi. Buning oqibatida davlatga jami 107 million so'm miqdorida moddiy zarar yetkazildi. Byuro xodimlari tomonidan davlatga yetkazilgan moddiy zararning 46 million so'mi undirilib, qolgan 60 million so'mi undirish choralari ko'rilmoqda. Aniqlangan qonun buzilish holatlari yuzasidan 112 jismoniy va 9 yuridik shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi.